Şərqi Türkistanның Aqto nahiyəsi Barin bazarında yüz bergan qanlı qırğınçılıqның 30 yıllık xatır günüdə Bangladeshdagi musulmon tashkilotlari namoyish va axborot yig'inlari o'tkazib, Xitoyning irqiy qirg'inchiligini aybladi. Hindiston taratqullarining xabar qilishicha, 5-aprel kuni yana Bangladeshning poytaxti Dhaka va boshqa bir qism shaharlarda Barin inqilobining 33 yilligini xotirlash, Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini ayplash yuzasidan namoyish va axborot e'lon qilish yig'inlari uyushtirilgan. Şərqi Türkistan Ölümalar Birligining muavin raisi Mahmudjon Damollam va bosh kotibi Abdurazzoq O'chatdan tashkillangan bir hay'atning Indoneziyadagi faoliyatlari davomlashmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Şərqi Türkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini, jumladan islom va musulmonlarga qarshi terrorlik siyosatini islom dunyosida kun tartibga keltirish plani bo'yicha 1-apreldan boshlab Indoneziyada Şərqi Türkistonning navbatdagi vaziyatini tonishtirish faoliyatini boshlagan. Xitoyning Savdo ministrligining juma kuni bildirishicha, Xitoy va Fransiya korxonalari yig'inida 36 korxona yasimichilik, yeshil taraqqiyot, yangi energiya va yangilik yaratish qatorliq sohalardagi hamkorlikni kengaytirish uchun 18 kelishim imzolagan. Xitoy Savdo ministrligining amaldori Yu Yuantang yaqinqi 5 yilda Xitoy bilan Fransiyaning savdo miqdorining 60 milliard dollardan 80 milliard dollarga o'rilganligini ko'rsatdi. Amerikaning Ukraina urushi to'g'risidagi maxfiy hujjatlarning ijtimoiy taratqularga oshkorlanganligi o'ttirg'i chiqdi. Amerika Davlat Mudofaa ministrligi 5 burchakli bino Ukraina armiyasining Rossiyaga qarshi turishni kuchaytirishni maqsad qilgan Amerika va Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining maxfiy urush planining Twitter va Telegramga oshkorlanib ketganligini e'lon qildi. Shuning bilan birga, Amerikaning Xitoy va O'rta Sharqqa munosabatlik maxfiy hujjatlari ijtimoiy taratqularda oshkorlangan. Yangidan oshkorlangan hujjatlar Amerikaning Ukraina urushini tahlil qilgan xarita, Amerikaning O'rta Sharq va Xitoyni tahlil qilishi va yer shari terrorlik tahdidi tadqiqotini o'z ichiga oladi ekan. Xitoy armiyasi Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen Amerika Avam palatasining boshlig'i bilan ko'rishgandan keyin qo'zg'agan 3 kunlik harbiy manevrning bir qismi sifatida Tayvanga urush aeroplani va urush paraxoti avatgan. Tayvan Davlat Mudofaa ministrligining bayonotida bunday deyildi. Shanba kuni Tayvanga yaqin joyda 8 Xitoy urush paraxodi va 42 urush aeroplani bayqaldi. Ularning 29i Tayvan bo'g'ozining o'rta siziqidan o'tdi. Iordaniya va Falastinning chaqiriqiga binoan Saudiya Arabistonining Jiddiy shahridagi Islom hamkorlik tashkiloti bosh shtabida favqulodda yig'in o'tkazilib, Isroilning Masjidi Aqsoga qilgan hujumlar muzokara qilindi. İslam Hamkorlik Tashkilotining bosh kotibi Husayn Ibrohim Taha yig'inning ichilish notida mundaq degan: Quddus ishg'ol qilingan Falastin zaminning ayrilmas bir qismi. Falastin davlatining poytaxti. Masjidi Aqsoning har bir g'ayrichi musulmonlarga mansub bo'lgan ibodatgohdir.